大家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是汉字2。Алдыңғы санда біз немені бейхуан үйгініп болдық, шына ғой, иліғі қандақ езіліші, хан сұч хат езішінің керәт тәртіппе дегенде. Бүгінгі бұл дәрісті үйгіні дығынымыз ши, 这个偏旁部首。偏旁部首是非常重要的一个部分啊。무슨 한 수치 hatni yaxshi uygunü degemiz deydigemiz çoğun偏旁部首ni bilishimiz gerek. Ama bu yerda biz hamma偏旁部首ni chiqamidik. Lekin doim ko'rilib turadigan bir qism 偏旁部首larni chiqadik. Amsa mushularga bir qarab o'tsak. Birinchisi 三点水 三点水 那三点水 avval buniki yezilishiga qarasak qandaq 点点提 qilib nima bu nima bilan munosabatlikka deydi suv bilan munosabatlikka suv bilan munosabatlik nima masalan keyindagi xatga qarab baqsak birinchisi jiang 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 degan daryo daryoda nima bor suv bor 所以前面是三点水 ikkinchisi hay hay degan dengiz那 dengizda nima bor albatta suv bor shuningki buningmi oldida 三点水 那 uchinchi xat h deydi h degan nima也是 daryo mana kichikroq daryo shuning bilan buningmi ustida nima bor ega 三点水 bor nima bularning hammasi nima bilan suv bilan munosabatliga unda xusus ikkinchi so'zga qarab baqsak 两点水 deydi 两点水 那 两点水 niki yezilishi 点提 点提啊 bu nima bilan munosabatlik 与冰或寒冷有关 muz bilan yoki bo'lmasa sovuq bilan munosabatlik na bu degan gap ben ma'lum bir so'zni ko'rdim buni oldida 两点水 ko'rdim degan bo'lsa demak bu xatninki kelib chiqishida cho'qim bu mushu sovuq yoki mushu muz bilan munosabatlik degan gap masalan keyindagi xatga qarab baqaylik birinchisi tong to'nglab qilish na qanday bo'lgan chaqda to'nglab qoladi sovuq bo'lgan chaqda to'nglab qoladi shuning uchun oldida 两点水 bor ikkinchisi lang to'nglash na qanday bo'lganda to'nglaymiz 也是 sovuq bo'lganda to'nglaymiz uchinchisi muz bing muz degan xat nima bilan muz aslida ham shu to'nglab qolgan suv shuning bilan oldida bari 两点水 to'nglab qolgan keyinida suv degan xat bing shunday 两点水 这是第二个偏旁部首 and then 草字头草字头横竖竖横竖竖 那么 buniki bu xatniki kelib chiqishiga qarasak mushu ekranni qarab turibdik bu yerda bu 草字头 nimani ko'rsatib berdi cho'p o'tda bularni ko'rsatib berdi na bu xatniki burunqi kelib chiqishiga qarasak bundoq qilib qo'yibdi-ku naq shu cho'pning shaklini ham chiqarib qo'ygan nima chishi 草 na bu 草字头 agarda ma'lum bir xatninki mushu 偏旁部首 草字头 bo'lib qolsa na bu xat sizlarcha nima bilan munosabatlik o'simlik bilan munosabatlik hamda yerda o'sadigan egiz bo'lib ketmaydigan shu yer suvda bo'ladigan shu cho'pga o'xshaydigan gul deymiz cho'p deymiz bunda sayko'ktat deymiz ku shularning hammasiniki oldida nima bor 草字头 草字头 bor masalan keyingi xatga qarab baqaylik 草 o't o'tda aslida ham cho'p qo'shu 花 anandaki 苹果的 苹 是不是 olmadagi 那个苹也是好 anandaki ostiga qarasak 言字旁言字旁 点横折提 qilayotgan shunami 言字旁 bu nima bilan gap so'z bilan munosabatlik hamda bu 言字旁 niki burunqisiga qarab baqaylik bu yerda bir nima turdi bir eg'iz turdi anda echib turgan eg'iz shunaqa nima bu keyin o'zgarib xat shakliga qaraylik ustida manda qilib burunqi vaqti jumma o'tirdikisi shu bu xatninki burunqi holati bunda bir tal xing anandan keyin manda qilganimiz manda bir manda tushibdi-ku bu nima bu tilimiz odamniki ma tili anandan keyin og'zimizni manda qilib ochgan holatda ma ostidagi sizoq nima tishimiz anandaki mundaq qilayotganimiz inkimiz munda osti nima qilamiz bunda qilib turib gap qilamiz shuning bilan
buni bundaq yasak sal murakkab bo'lib ketadigan, o'zgarib hozirgi holatiga yetgan. Degan xing, anan degan ostida bir tal ko. Nima, bumu yana sal qanday bo'ladi deymiz, sal task to'xtadi shunami? Buni texmi qisqartib, degan qiliblam anan degan bunda axlam biraqli qo'shib etdi. Yanzi pang. Odatda 这个言字旁就是nima bilan munosabatlik, gap so'zlar bilan munosabatlik. Masalan, keyindagi mushu xatga qarab baqsaq, birinchi shu degan xat, so'zlash degan xat. Ikkinchisi lun degan xat. Lun degan xatning ma'nosi yashamoqda, fikr qilish degan xat. Uchinchisi o'qish. Yashi hammasi mushu gap so'z bilan munosabatlikka. Endi ostidagi qarsak, danren pang. Asli jin degan odam degan jin degan mundaq yozildi-ku. Bu yerda bir rasm ko'rdikmi? Mundaq tug'an holatda. Najusimsh odamning mushtaq bir shakliga qarta chiqadiq desakmi bo'ladi. Asli ma piyani qisqa qilib piya qiliblam shu qilyapti. Bu danren pang shuning bilan nima bilan munosabatlik deymiz? Odam bilan munosabatlik. Masalan, ma birinchi xatga qarsak, shiu orom elish. Bir odam daraxtning yoniga berib orom oladi. Ko'pincha kim shu biz odamlar orom olamiz? Anan degan ta umi odam shunaqo, ni sizmi odam shuning bilan oldi danren pang chiqadi. Ondan ostidagisi baogay tou. Nima asir bu marasimga qarsak qandaq shu qilib mundaq ekan-ku, burunqi vaqt demavi. Anan degan barabar o'zgarib mundaq qilib mundaq chiqibdi. Shunaqo, bu nimaga o'xshaydi ekan? Uyga o'xshamdi ekan. Anken keyinda mundaq qilib üstligimda bir chekit. Chekit burunqi demisdi, mo'risdi o'yninki. O'yning mo'risdi. Shuning bilan bu xat nim bilan munosabatlik? Uy bilan munosabatlik bo'lib mangdi va gongshi, mushu uy, o'rda qatorliqlar bilan munosabatlik bo'lib mangdi. Ha, baogay tou. Endi si dendi ostiga to'rtal chekit. O nim bilan munosabatlik? O't bilan munosabatlik. Burumda ostig'imda o't qo'yib bir tuqu val qilib. Nima, si dendi bo'lgan chaqda o't bilan munosabatlik. Masalan, keyindagi xatga qarab baqsaq, chu qaynatish degan ma'noda. Anandagi ping pishirish, issiq. Hammasining ostida nima? O't qo'yib bagashga anandagi qaynaydi, anandagi pishidi degandek. Shuning uchun ostida si dendi ba. Ha, endi ostidagi xatga qarsak, shizibhang bu nima? Mushu yemeklik bilan munosabatlik bo'lib mangdi va yeyish yoki yemekliklar bilan munosabatlik. Nima bu xatningki burunqi vaqtda qarsak, bunda qilib bir uyning ichiga kirib anandagi bunda bir ustalning ustida yeydigan narsalar, ma ostidagi ustalning puti. Shunami? Anandagi bu xatni yana oddiyroq qilib shuni bilan yana o'zgarib anandagi mundaqlam yemeklik, anandagi miyada mundaq bir o'simlik, anandagi mundaq bir tatib qo'yibdi. Shuning bilan bu yana o'zgarib mundaq kelib, xing kelib, miyaga bir tal yebaydiki bayga o'xshab qoldi ekan. Lekin shuvan qilib yana mundaq qilib qo'yibdi. Anandagi keynidagi ma shi, yana bugungi yeyish degan ma xat. Nima buni pian-pang bu shouqiga vaqtimizda uning keyindagisi mundaq qilib eng oddiy bo'lib chiqqani. Ha, 这是偏旁部首十字旁。那么 mesela bu keyindagi xatga qarsak, birinchisi jiovzidagi jiov, juvovdagi jiov degan xatda u. Juvovning o'zimi yemeklik qo. Ikkinchisi si. Bu si degan nima? Ilg'i mushu hayvonlarga beradigan yem bor, yemni siliyo deymiz. Nima u mu ashu hayvonlar yeydigan narsa, shuning uchun uning oldida shizipang bor. Na uchinchi xat fan degan xat. Fan degan bu xatning ma'nosi tomoq. Tomoq nim bilan munosabatlik? Yeshi yeydigan narsa mushu yeydigan narsa bo'lgandan keyin bularning hammasi yemeklik bilan munosabatlik. Yeju shu ma shizipangni ko'rgan vaqtimizda yemeklik bilan munosabatlik deb bilsak bo'ladi, ha. Ha, unda bo'lsa ostidagisi shu go deganimiz li dao pang. Hozir men rasmdan qarab turibdik, bu xatniki burunqisi bunda qilib turib. Bunda bu nima desak, burun bunda tik to'g'izib qo'ygan bir pichoq bu. Ha. Nima buni hozir qisqa qilib, oddiy qilib shu govlam qilyaptik. Nima shu gov bo'lgandan keyin bu xat nima bilan munosabatlik? Shu pichoq bilan munosabatlik yoki bo'lmasa mushu kesish degan mushtaq bir harakat bilan munosabatlik. Masalan, keyingi xatga qarab baqsak, birinchisi gua degan xat. Gua qirish.
Nim bilan qirmiz? Pichoq bilan qirmiz. Ikkinchisi k o'yash degan xat. Nima bilan o'yaymiz deya shu pichoq bilan o'yaydi. Anandan keyingisi chen, shamshar. Shamshar nima? Shamshar mana shu pichoq o'xshash. Shuningga shu lidao pang kelgan vaqtimizda bu shu pichoqlar bilan munosabatli bo'lib mangdi. Andan shuar pang. Ndaq qilib bertal shu shunaq va arda. Bu shuar pang chu ba'zi xatga qarsak bu sol tarafida, yana ba'zi xatninki o'ng tarafida bo'lib chiqadi. Sol taraf, o'ng taraf ikki xil bo'lib mangdi. Shunaq bu xat nadin kelib chiqqan desak-chu fu degan bir xat bor. Undaq pi shu hang zhe hang aniki astiga bir ta shu qilib. Mushu xatdan, yeju shu sol tarafga kelgan vaqtida mushu xatdan kelgan. Bu fu degan bu xatninki asli ma'nosi nima desak, tu, iliq to'ptaq, tushan, to'ptaq. Shuning bilan shu ardov pang nima bilan munosabatlik deymiz? Tog'lar bilan. Tog', anandan yer shakli. Tog' bilan yer shakli bilan munosabatlik bo'ladi. Masalan, ash keyingi xatga qarab baqsaq, birinchisi chi deydi, palampay. Palampay mundaq shaklda chiqadi, usti qarab mangdigan bo'lgandan keyin oldiga ardov pang kelgan. Ikkinchisi juga ling, bu mushu. Iliq shanlingni tog'larninki bundaq xatarlik yerlari bo'lsa ashda deymiz. Anandan keyin eng oxirgisi do, tik degan xat. Masalan, mandarax bo'lsa sal do'ng'ilab mangdi, mandaq bo'lsa tik bo'lib ketadi. Tik ya degandek. Tik bu mushu ashu na tik bo'ldi, ashu tog' tik bo'ladi. Shuningga bu mushu ardov pang bo'lib mangan. Anandan keyin buningki mushu o'ng tarafiga kelgan vaqtida, masalan, tushidagi tu deb bundaq bir xat bor. O'ng tarafida bor, ardov pang. Bu o'ng tarafidagi bu nadin kelgan desak, yi degan bir xatdan kelgan. Yi degan oldida ustida bir tal, qov ostida bir tal, pa degan xat. Mushu xatdan kelib chiqqan. Bu yi asli ma'nosi nima desak, shahar. U vaqtida bu mushu ardov pang o'ng tarafga kelgan vaqtida nima bilan munosabatli bo'lib mangdi? Shu shahar yoki bo'lmasa mushu yerlarning, joylarning ismi. Unda xo'sama ardov pang sol tarafga kelsa tog' bilan yer shakli bilan munosabatlik bo'lib mangdi. O'ng tarafga kelsa nima bilan? Shahar yoki bo'lmasa joylarning ismi bilan munosabatlik bo'lib mangdi. Endi keyingi so'zga qarsak, fanwen pang. Avval bu xatlikka kelib chiqishiga qarsak, ekranda ko'rib turibdik, dastlabda bunda aqlam tushgankan shunaq. Bu xat dastlab tuchu mushu pu deb bir xat bor. Shu xing pi qilib pu degan. Mushu xatdan kelgan, o'zgarib chiqqani pu degan xatdan o'zgargan. O'zgarib bugungi ma'vo fanwen degan holatga yetgan. Burun mushu pu degan bu xat chiqqan vaqtida bu pu degan bu xatning ma'nosi nima desak, bunday yirik holatda urush degan ma'noda chawda. Bu fanwen pangning shu vaqtida ma'nosi nima bilan munosabatli bo'lib mangdi? Shu bunday urush bilan munosabatli bo'lib mangdi va urush bilan. Mushu intayin oz xatlarga mushu keyiniga yana burunqi mushu pun ishlatgan. Masalan, chav, shikchikishdiki chav manda chav. Ashdan keyin yana mushu pu degan xat. Qolgan vaqtida hamsiga mushu fanwen bo'lib ketgan. Bu fanwen nim bilan munosabatli, urush bilan munosabatli. Endi zhou pangga qarab baqaylik. Zhou pangga. Zhou pang. Bu nima bilan munosabatli desak, yutkash. Yun shu bir yerda yana bir yerga yutkigan vaqtimizda shingdong, harakat, yutkilishlar bilan munosabatlik. Masalan, bundan keyingi xatlar qarsak, tov qichib ketish. Qichib ketgan chaqda qanday qildi? Mishada turib qichib ketamdi yo jiroq qichib ketamdi. Jiroq ketib qichib ketadi. Shuning uchun buni oldida o'sha zhou deyba. Qachidi, qichish bilan munosabatlik-ku, harakat bilan. Yun deganimiz yutkash. Mal yutkash yun xo deganda. Qandoq yutkaymiz? Yerdan miyaga akasak, aningdiki yutkalgan bo'ladi. Shuning uchun yunning oldida zhou pang bor.
Na so'ng uzutish. Nada? Xo'sh deb qo'yib uzitamdim. Keyin bilan mengib uzitimiz shunaqo. Shuningga so'ngning oldida qandaq ba? 走之地吧，那就是说，我们走之旁 bo'lsa, bu xat ashu yutkash, harakatlanish, mingish qatorliqlar bilan munosabatlik degan gap. Ha, endi qo'ziqon, endi yo'g'onlan bir qovlab bunda qorshab qo'ygan-ku. Na bu qorshab qo'ygandan keyin bu nima? Mushu vey, mana qo'rshash bilan munosabatlik bo'lib mangdi, ha? Qo'rshash bilan munosabatlik. Masalan, keyindagi cho'n chambarak degan xat. Taqlam, chambarak. Qanday o'z chambarak bo'ldi? Butun bir yumaloqning ichiga olsak chambarak bo'ldi. Andan keyin vey qo'rshash. Yeshi avval atrofini qorshab olgandan keyin ichiga andan keyin bundaq odam solsak, bu vey bo'ladi. Na yuan degan bog'. Qanday o'zi bog' bo'ldi? Yeshi bunda biz qorshib olamiz-ku. Qorshilib mana shu bir narsa terimiz, andan keyin bu bog' bo'ladi. Shunami? Shuning uchun buning bundaq teshida go'zi qon bo'lsa, bu xatmi shu qo'rshash bilan munosabatlik bo'lib mangadi, ha. Endi ti shou pang, hang shu gou ti shou pang. Bu xatninki asli kelib chiqsa qo'l degan xat. Pi hang shu gou deb. Nima buni qisqa qilib hang shu gou ti qilib aytdik. Nima bilan munosabatlik? Shu qo'l bilan munosabatlik. Masalan, keyingi xatga qarsak, la deydi, tatish. La tatish. Nima bilan tatimiz? Qo'lim bilan tatmayman, putim bilan tatmayman, ha. Andan keyin po quchoqlash. Nima bilan quchoqlaymiz? O'xshash. Putimiz bilan quchoqlaymiz, qo'limiz bilan. Nima? Chay uzish. Nima bilan uzdi? Qo'li bilan. Shuning uchun mushu oldida tishov pang bo'lgan vaqtida bu xat mushu qo'l bilan munosabatlik. Endi bu yerda bundaq deydigan bir bolalar bor, ha. Ma'lum, men bu uzishni-chu qo'l bilan uzmay, cho'ki bilan uzsam-chu. U vaqtida bu xatning oldi o'zgaramdi. Burunqi odamlar bu xat bugun paydo bo'lgan xat emas. Bu degan nurg'un yillarning oldida paydo bo'lgan xat, tushunami? Shu vaqtdagi odamlar sizningcha nima bilan uzgandi? Qo'li bilan uzdi. Chunonga tishov pang chiqsa, qo'l bilan munosabatlik bo'ladi. Endi ostidagisi shuang pang. Bir tal odam bo'lsa, dan pang. Ikki tal odam bo'lsa, shuang pang. Bu shuang pang bu xatga qarab baqsaq, bu qanda bo'lib kelgan. Ma rasmga qarab baqaylik. Bunda qarsak bu bir to'rtko'chaga o'xshamdi ekan. Ha, shu to'rtko'cha. Andan keyin ma ikkinchisiga qarsak bu sal rasmiy bir to'rtko'cha bo'lib ostimda agilishga boshlabdi-ku. Shuning bilan buni mushu pem-pang qilib turib yerimga kelgan chaqda bu to'rtko'cha chiqib chiqarsak sal jixib ketadi ekan. Andan keyin buning yerimi qoldi. Yerimi qilib bundaq qilib mundaq qilibdi-ku. Shuning bilan buni rasmiy xat qilib biz akaga vaqti bugungi kunga kelgan chaqda qanday bo'ldi? Piye shu bilan lam tushdi. Bu to'rtko'cha bo'lgan ekan. To'rtko'chada nima ish qilamiz vaqtdoshlar? Mangimiz. Ma shuang pang mingish bilan munosabatlik. Shuang pangni ko'rsak, ikki tal odam bo'lgandan keyin odam bilan munosabatlikmi demaymiz-a? Shi mingish bilan munosabatlik. Mingish bilan, ha. Ha, unda bo'lsa, yana birsiga musha harakat bilan munosabatlik bo'lib mangdi. Mingish, ya'ni harakat. Keyingi xatga qarsak, shin degan xat, mingish degan ma'noda. Ching shu uzun yo'lga qarab mangan vaqtimizda yana shu ching bo'lib buni. Tu deganimizmi yeshi piyoda manganni tu deydi. Nima? Ammasi qandaq mingish bilan munosabatlikka. Endi ostidagi shu shin pang, shu rahot dendi. Bu qaysi xatdan kelgan? Ma shin, ma yurak degan ma xatdan kelgan. Bu yurakdan xatdan kelib bu qadim qiluvchi nima deb o'ylaydi desak, odamningki mushu yurki, odamningki mushu xiyolini belgilaydi deb, tizginlaydi deb. Hozir biz bilamiz, bizningki harakat xiyollarimizni tizginlaydiganimiz mingimiz, ta'no. Lekin burunqilar nimasi mushu ko'ngil odamning yurki deb biladigan. Hozirmi bir xil ko'nglim yerim deb, bir xil mesela ko'nglimiz yerim bo'lsa, yurgan mag'rurotida deb qo'ymiz-ku. Amaliyotda yurak ag'rimaydi. Shu ashtaq his qilamiz. Nima shuning uchun bu shu shing pang chiqqan vaqtida shu nima bilan hissiyot bilan munosabatlik bo'lib mangadi va ko'ngil hissiyot bilan munosabatlik bo'lib mangadi. Ha, unda bo'lsa, ostidagisiga qarsak, juzi tov. Bu juzi tov nima bilan munosabatlik? Juzi tov avval ma rasmga qarab baqaylik.
bir bambukning rasmi ekan-ku. Shuning bilan mundaq qilib bu bambuk chiqdi. Asta-asta o'zgarib bu yoqda ju degan xat chiqdi. Endi buni ping-pong bu show qilamiz desak, xatning bir qismi qilamiz desak, shuning bilan ping den bo'ldimi? Bo'lib, mushu eng oddiy holat keldi. Bu xat nimadan kelibdi? Bambukdan kelibdi. Demak, mushu bir xatning ustida juzi tov bo'lgan bo'lsa, bu narsa bambuk bilan munosabatlik degan gap. Ha, endi chishu qaysininga keldik? Fan chuan pangga keldik. Fan chuan pang. Nama fan chuan pangniki ma mushu xatniki burunqi kelib chiqishiga qarab baqayli ya. Bu mundaq qarsak, mundaq bir qilib, andan keyin mundaq tushib, aslida mundaq bir kichik puti bor ekan. Buni mana yantoq qilib qo'ysak, bu bir putga o'xshaydi ekan-ku. Nama yana bir qarsak, andan keyin ikkinchisiga kelgan vaqtida bu mundaq bir tal beshi ulab, mundaq qo'sqiq ulab, keyiniga bir tal quyruq qilib qo'yapti. Nama andan keyiniga qarsak, buni mundaq bir jaza, xing shu qiliblam, keyiniga mundaq qilibdi, keyin mundaqlam ketibdi bu. Andan keyin yana keyiniga qarsak, bu bir xing pi den bo'pti. Den. Bu nima xat? Bu chuan degan xat. Bu chuan degan nima degan ma'noda? Ishit degan ma'noda. Ishitni chuan deydi. Shuning bilan buni biz ping-pong bu show qilgan vaqtimizda mundaq pi, anaki vango pi bo'lib mangdi. Bu fan chuan pang bir xatninki oldida mushu fan chuan pang bo'lsa, bu nim bilan munosabatlik deymiz. 就是跟这个走兽动物mangdigan hayvonlar bor, ashlar bilan munosabatlik qilib mangdi. Hammasi amasa, lekin fan chuan pangni ko'rsak, tayinga jo'shishamiya. 跟这些动物 mushtaq hayvonlar bilan munosabatlik bo'ladi. Lekin hamma hayvonning oldiga mushu fan chuan pang keladi degan gap emas. Ha, shu masalan bu yerda misolda nima chiqibdi? Lang, bo'ra. İkincisi go, shit. Shir. Hammasi ashtaq mangdigan mundaq hayvonlar shunday-ku. Ha, endi ostidagisiga qarsak, nima ekan? Jingzipang. Qanday yozamiz? Pi hang shu ti qilib, Jingzipang. Bu xatninki burunqi kelib chiqishi oltin degan xat bor, jing degan xat. Ashdi. Nima hozir shu ping-pong bo'lgan chaqda ma bo'ldi. Bu nima bilan munosabatlik desak, jingzipang bo'lgan chaqda bu xat metall bilan munosabatlik bo'lib mangdi va metallar bilan munosabatlik. Masalan, keyingiga qaraylik, gong, po'lat. Metal emasmi? Metal shunaqo. Andan keyin temir. Bu metal. Andan keyin ling deydi. Ling degan qo'ng'iroq. Qo'ng'iroqni nima deb yasaydi? Yeshi aşı metallar orqali yasaydi. Shuning uchun oldiga jingzipang kelgan chaqda bu xat metal bilan munosabatlik bo'lib mangdi. Ha, endi ostidagisiga qarsak, jiaosipang. Jiaosipangniki burunqi vaqtiga bir qarab baqaylik. Bunda qilib anaki o'tirdi ishkital kovga o'xshaydigan. Anan keyin mundaq qilib qo'yibdi. Shunami? Andan keyin o'zgarib mundaq qopdi. Anan keyin yana o'zgarib bu shu bo'lib mundaq bir igi kov, anan keyin yana shu, yana bir tal kov mundaq bo'libdi. Anan keyin yana keyinga o'zgarib mundaq qilib ostiga bir tal kichikka o'xshash bo'lib, bugungi kunga kelgan chaqda Piedro anan keyin juji osti kichikni ti qilib o'zgartiribdi. Jiaosipang. Bu nima bilan munosabatlik desak, jipek. Burun qamda si bilan munosabatlik, jipek bilan munosabatlikdi. Shu burun mundaq yugab qo'ygan uchun shu burunqi jipeklar. Ha. Shuning bilan bu jiaosipang nima bilan munosabatlik bo'ldi? Jipek bilan munosabatlik bo'ldi ya. Masalan, keyingi xatga qarsak, birinchisi chov degan xat, si chov degan chov. Jusi jipek degan xat shu. Ikkinchisi shi, jip. Oldida jiaosipang bor. Yeshi jip. Andan keyin qarsak, shing, og'amcha. Og'amcha shu jip bilan o'xshash-ku, bunda ishiltimiz-ku. Shuningga jiaosipangni ko'rsak, bu xat engayshi shu jipek qatorliq narsalar bilan munosabatlikkan deb bilsak bo'ladi. Xuddi shu to'qimchilik bilan munosabatlik deb bilsakmi bo'ladi. Keyingi so'zga qarsak, nima? Yizipang. Yizipang bilan ashizipang ikkisiniki o'xshamaydigan yeri bir tal nima bor? Bir tal bir chekit
ortiq bo'lib ketgan yeri bor. Hozir bu xatniki burunqi oltiga qarab baqaylik qandaq piyana bo'lib, anandiki mundaq qilib bir mundaq kelgan. Nima yana o'zgarib, shu mundaq qilib, anandiki mundaq bo'lib, aniki aslida bir quyruq o'xshaydigan birdan bor. Nima yana o'zgarib, endi hozirgi bugungi mo yi degan xatga keldi. Nima bu pian pang bu shu bo'lgan chaqda dian hang pi shu, aniki pi dian bo'lib ketdi. Bu yi pang ma ustidagisi nima desakchi burunqi kiyimlar. Burunqi kiyimlar hozirgi kiyimga o'xshamaydi-ku, burunqi kiyimlar ilaqi mundaq yangi bo'lib, miyada nim qilib, anandagi mundaq bir jiplari bo'ldigan-ku, mundaq at ilaqi uzun ko'ylak degandekchi. Ash kiyimlarga qarta yozilgan xat hamda bu. Nima bu yizipang nima bilan munosabatli? Shu kiyim-kechak bilan munosabatli. Masalan, mush keyingi xatga qarsak, va paypaq. Shu yang, ma kiyimning yangi. Anandikin chun ko'ylak. Nima cheshe to'sha shamiya? Kiyim-kechak. Nima yizipang kiyim-kechak bilan munosabatli. Hamda ostidagi qarsak, bu nima? Bu bingzipang. 点行撇，然后点题，是那我不bir病字旁。Bu xatga qarsak, amiyada bir rasmda bir nima turdi? Bir karvatning ustida bir odam turibdi-mi? Ha, bir odam yetibdi va bu burunqi mushu. Andan keyin mushu karvatdagi mushu odamga qarta yeni mushu yandagi mash xatga qarsak, bunda shu bu yerda turib, mavu shu xing qilib machu karvat mavu. Andan keyin ma ikki tal chekib turdi-ku, u degan ma odamda eqiyotgan talab ketib bordi. Andan keyin mundaq qilibdigini, mundaq tugilib yotgan bir odam. Og'rib qolgan vaqtingizda so'zlab yotamsiz, tugilib yotamiz. Shuni bilan avu nima ash tugilib yotgan odam. Nima shuningdan o'zgartib ma yenidiki ma holat chiqdi. Na buningdan o'zgarib, ustimda bir odam mundaq tugilib mundaq yotdi-ku. Ha. Anandagi ma ostidagi ma ping degan ma xat chiqdi. Nima kesal degan mushu xatdan hozir nima chiqyapti-do? Ping pang, mushu pian pang bu shu chiqdi. Mushu pian pang bu shuni ko'rsaklam, bu xat nima bilan mushu og'riq bilan munosabatlik. Masalan, men keyindagi shu xatga qarsak, ping degan xat, kesal degan ma'noda. Tong, ikkinchisi tong degan xat, og'rish degan ma'noda. Tong degan xatmi og'rish. Hammasiniki pian pang bu shosi o'xshash. Endi eng oxirgisiga qarsak, zuzipang. Ega shu hang, andan keyin shu ti. Bu xat asli qaysi zu degan xatdan, hozir ekranda ko'rib turibmiz, zu degan xatdan kelgan. Asli bu piana bilan tugaydi, put degan ma'noda. Pian pang bu shu bo'lgan chaqda asti shu ti ulab chiqib ketdi. Asli ma'nosi put bo'lgan ekan, bu pian pang bu shu bo'lgan chaqdami, shu put bilan yana birsiga shu mingish bilan munosabatlik bo'lib mangdi. Masalan, keyindagi birinchi shu xatga qarab baqaylik. Birinchisi yue degan xat, sakrash. Nima bilan sakraysiz? Putingiz bilan. Oldida zo'zi pang bor. Ikkinchisi yugurish. Nima bilan yuguraymiz? Put bilan yuguraymiz. Yeshi oldida zo'zi pang bor. Nima uni keyindagisi sakrash. Yue degan mundaq otlab sakrash, tiyo degan ustiga qarab mundaq sakrash. Nima bularning hammasi putning harakati, shuning bilan nima bilan munosabatlik? Put bilan munosabatlik bo'lib mangdi. Shuning bilan zo'zi pangni ko'rsangiz, bu xat shu putning harakatlari bilan munosabatlikanda deb bilsak bo'ldi. Ha, undaq bo'lsa, bugungi pian pang bu shouninki birinchi qismini o'rganib bo'ldik, savoqdoshlar. Shu bugun so'zlagan mazmunlarni cho'qim qo'llingizda 100% qoldirishingiz kerak. Mushu narsani bilmasangiz, buningdan keyin hanzutcha xat o'rgangan chaqda shunchalik qiynaladigansizki, beshi qiynalsiz. Ayta bo'lsa-mi? Amsa topshiriqimiz mushlarning hammasini bir axlam esingizda qoldirib, mashq qilib, yezib, hammani qilib kelsangiz bo'ladi. Unda bo'lsa, suyimli savoqdoshlar, kelar qismda ko'rishaylik.